mani olib chiqib tashlagan narsalarim. Mana uyda ahvoli mana bu taraf yong'in chiqqan taraf. Bir Alloh asrab boshlanishida kelib qoldik. O'sha boshda aytganimdek, mana shunaqa shu joydan chiqqan, erib ketgan. Mana ko'rgan bo'lsalaring, erib ketgan. Keyin bu yerdan pardalarga o'tib ketgan. Mana ularga hamma qora kuyib ketgan. Hozir endi shunaqangi uy qorayib ketgan, hozir umuman hech narsa ko'rinmayapti. Bo'lmasam mana ko'ryapsizlar, yoriq uy shunaqangi qorayib ketgandan ko'rinmayapti hech narsa. Ham tutun hali ketmagan bu yerdan. Narsa mashina endi sinov bor ekan endi boshimizda. Shunaqa Xitoy agregatorlardan foydalanmanglar. Iloji boricha shunaqa zamikaniyalarni ko'tarolmas ekan. O'sha rasmini qoldirib qo'yaman. O'sha ekrandan chiqadigan qilib rasmini qoldirib qo'yaman. Ashna zamikaniyalar ko'tarolmas ekan. Yomg'irda shunaqa holat bo'ldi. Ro'za Ramazonda. Mana shu bitta narsasi shu qo'ldan pul ketib qolgan paytda bo'ldi. Endi sekin amallab endi to'g'rilab olamiz, xudo xolasa. Agar kimda o'zini yordam qilish niyat bo'lsa, karta qoldirib qo'yaman. Taraflarga ham o'tgan